Правильно же. Nima qilarsan, uni kovlab, o'zi bu eng yomon narsada, который birovni telefonini kovlagan. Bu yaxshi emas. Men o'zim fikrim bo'yicha telefon bu это чья-то душа. И не надо лезть в эту душу. Ishonasizlarmi? O'g'limning, qizimning, kelinimning, hech kimning telefoniga mana shu oldimda qolib ketgan bo'lsa, men o'tirgan bo'lsam, kimdir telefon qilib qoladi-ku. Kim telefon qilyapti deb, Altun xonim в жизни qaramaydi. Teskari qarasam qarayman, lekin telefonga qaramayman. Bu yoqda o'tirib, senga kimdir telefon qilyapti deyman-da, u kim desa bilmayman deyman-da, telefonimni kovlab o'tiraveraman. Meni vijdonim qabul qilmaydi o'sha kim telefon qilyapti ekan, bolamga yoki kelinimga yoki qizimga deshga haqqim bor, lekin olaman-ku, lekin qilmayman. Bu odobgarchilikka, etika, estetikaga to'g'ri kelmaydi bu. Onaman, tug'ib qo'yganman, o'stirib qo'yganman, telefoningni ham anaqa tekshiraman deshga haqqimiz yo'q. U shaxs, u Allohning bandasi. Qizingizmi, keliningizmi farqi yo'q. Uni telefonni kovlashga, eringizni ham telefonni, xotiningizni ham telefonni kovlashga haqqlaring yo'q. Hammaga Xudo insof bersin bo'ldi. Kovlab, tutib olib, urishib, talashib, ikkita bolangiz ko'tarib ketasiz, ertaga o'tirasiz, qachon kelar ekan, men qachon olib ketar ekan deb. O'tirasiz kutib. Har kuni SMS-ga qarab o'tirasiz, yozib qolarmikan, kechirim so'rab qolarmikan deb. U mazza qilib, u yoqda uyda xotin yo'q, mazza qilib, endi bekitmayman ham deydi-da. Mazza qilib yashab keladi o'ynashi bilan.